Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana o'sha Fromen Public. Короче, do'stlar, bugun biz nol balansdan, ya'ni promokodlar bilan balans ko'tarib, UC chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Birinchi biz Telegramga kirib olamiz. Telegramga kirib olgandan keyin pochka Fromen Public deb yozamiz va birinchi kanal chiqib keladi. Bu yerda men har kuni har xil promokodlar berib o'taman. Yaxshi keslarga promokodlar berib o'taman. Qaranglar, bola, biz 200 ta obunachiga ega bo'lsak, shu Xcashim akkauntni berib yuboraman. Gap shu akkauntni berib yuboraman. AKMlari bor, Xcashim 4-5 ta RP olgan. Короче, to'da-sudda normalniy narsalari bor. Biz qandoq promokod olmoqchimiz? Birinchi Telegram kanaliga kirib olasizlar. Mana Fromen Public 1 qatab qo'yganman bu yerga закрепленный сообщение qilib. Shunga kirib olasizlar. Mana bu yerdan mana men profilga bosib пригласить qilasizlar. Startni bosib bu пригласитni keyin olasizlar. Masalan, bironta do'stlaringizga masalan bunga yuborib qo'yasizlar va bu kiradi va sizlarga nima deb keladi? Bunday shu silka bilan kirsak agar kirdik, mana sizlarga kirsa mana bunaqa narsa keladi. Gulmatov 15 пришел по твою ссылка deb kiradi. Keyin har bitta mana qarang, promokod. Mana 100 ta energiya olsanglar bo'ladi bitta пригласитga, bitta odamga. Va nima yana ikkitaga doktor кейsiga 9 talik кейsiga promokod olsanglar bo'ladi. Yana bitta keys kamga 9 taliga promokod olsanglar bo'ladi. Keyin ikkitaga 9 ta bulkon olsanglar bo'ladi, ikkitaga. Ikkitaga keys Sigma, Thomas Sigmaga 9 taliga olsanglar bo'ladi. Keyin bu yerdan Thomas Shelbyga 9 taliga ikkita promokod, ikkita пригласитga olishlar mumkin. Keyin bu yerdan ikkitaga Bulpas 1000 ta, bu yerdan keys Dojga 14 taliga 3 ta promokodga, 3 ta пригласитga, 19 talikka Chilgayga 4 ta пригласитga, 12 taga mana bu yerdan Makima 59 talik keysga, 15 taga bu yerdan keys Toxic 69 talik 15 ta пригласитga. Короче, men o'zim olganman mana promokod. Qani edi? Promokod. Kopировать qilamiz. Mana 9 ta bulkon beradi bu yerdan. Va bu yerga kiramiz va bu yerdan promokodimizni aktivировать qilib olamiz. Сегодня вы уже используете промокод на free balance. Chunki sabab men o'sha Thomas Shelbyga olib qo'ygandim promokod. Bo'lmasam shu Thomas Shelbyni ko'tarib ko'ramiz. Qani ketdik, bo'lmasam Thomas Shelby qanisan? Mana Thomas Shelby. Agar bu yerda normalniy narsa bersa borib, 409 talik bersa borib, bismillahir-rohmanir-rohim ketdi. Yerda yaxshi talkoviy narsa bermaydi-da. Ko'ryapsizlarmi? Bu bir emasda bu. 2 ekan, normal bo'ladi. Va buni biz sapyorda ko'tarishga harakat qilamiz. Bitta tikamiz birinchisiga. Men bu taktikani bitta taktika o'rganganman Rizodan. Ya'ni 4x pub bor shundan. Birinchi betga bitta bu yerga, bitta bu yerga, bitta bu yerga, bitta bu yerga. Yo'q, o'rtada bor ekan, bilmayman. Tochka qilamiz 2. 1-2 oxirgi balans. Beradimi yo'q? O'ylashinglar bo'yicha nima qila olamiz chamiylarda? Nega bomba? Nega? 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta. Bizda nima qoldi? Hech nima qolmadi bizda. Bizda hech nima qolmadi. Ko'rganinglardek do'stlar, men sizlarga ko'rsatdim qanday qilib olishni. Yoki do'stlar qaranglar, boshqa akkauntga kiramiz bo'lmasam. Chiqamiz. Bu yerdan Google olamiz va bu yerdan bitta akkaunt olamiz. Ofitsial o'zim akkauntimga kirib oldim va bu yerdan promokod olaman.
Lичный кабинет yo'q. Qaraydi. Bu yerdan promokodga 9 kopyulet qilib olgan narsamizni, masalan mana buni, mana bizga 9 ta bulcoin berdi va bizda 9 ta bulcoin bor. 9 taga nima ochamiz? Nima ochsak bo'ladi? Akonchi qilib olamiz. 9 taga chamelardan yaxshi narsa beradimi? Hamsterdan beradimi yo'qmi? Yangi keyslar paydo bo'lib qolibdi, bilmadim qanaqa keyslar. O'zim ham tushunganim yo'q, lekin u yaxshi keyslar kelibdi 20 taga. Yaxshi. 27 ekan geta ekan. 9 talik keys kerak bizga yangi kelgan. 9 talik yangi kelmaganmi? Afsus 9 talik kelmabdi. Biz bo'lmasam o'sha o'zimizni mashhur bo'lgan hamsterni ochaveramiz. Hamster bizga biror narsa beradimi yo'qmi? Chamelarda. Bo'ldi, ketdik. Riskka tayangan holatda ochaveramiz va bizga hech nima emas. Mana bundan o'tib ketdi. Bir ham emasda bu 1.86. Buni ham olamiz va yana biza quydik. Bu yerdan 1.86. O'zi bu buldrop bir qoqadi, bir boqadi degan narsasi bor. Bilsanglar agar bu narsani hamma o'zi bilsa kerak, to'g'rimi? Mana shuncha topdim. Normal 10 ta. Buni bitta skrin qilib olamiz. 10 tani yechamiz. Endi 1.91 qilamizmi yo bo'ldi, bitta ketdi. Yo'q, bermadi. Bang. Yo'q, bu yerda ham bor-da. Nega? Nega o'rtada bor? O'sha balans ketdi bizaniki. Bilmadim nega. Majburmiz 1.91 qo'yishga. Yo'q, bu o'zi sezilarli darajada bu o'zi bilgandim shu yerga berishini. Stenovga kirib olamiz. Bu yerdan risk qilib olamiz. Bitta 4 talik keysga. Qani ketdik. 4 talik keys mana. Agar bu yerdan normal narsa berib olsa boru, ochiqib ketsak boru, nima bo'ladi bilasan? Bilasizlarmi nima bo'ladi? Mamnun bersa ham. Yo'q, mamnun bersa zo'r bo'ladi. Ketdik. Bu ham bizani uxlashga birinchi o'rinda turibdi. To'g'ri 51. Yana bitta. Bu safar bir berib qolsa kerak. 1 iflos 1. 1.78 ga yana kelib qoldik. Biz bu yerdan nima qilamiz? 78. Начать игру. Bu yerdan birinchidan beradimi yo'qmi? Bilmadim, lekin ochib ketaveramiz. Mana-da, shu omadni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Bunaqa omad hech kimda bo'lmaydi ham. Bizda hech nima yo'q. Doimgidek oddiy ahvol. Shu joyda videoni tugatishga qaror qildim, chunki menda hech nima qolmadi. Do'stlar, men sizlarga ko'rsatdim. Telegramdan shunaqa promokodlarni olish uchun
Bu yerga Fromen Public 1 deb yozasizlar va men chiqib kelaman. Bu yerdan qadab qo'yilgan narsaga kirib, bemalol promokod olib, opingizni maza qilib qilasizlar. Tomas Shelbiga olib tashlab yuborgandim. Kim olgan bo'lsa ham oldi. Nasib qilsin o'zi yaxshi narsa bergan bo'lsa bo'ldi. Men xursandman undan. Sizlar bilan Fromen bo'ldi. Xayr, salomat bo'linglar.